Ushbu videoda sizlar bilan biz Nestwan SMM boti bilan gaplashamiz. Bu botni funksiyalari juda ham ko'p. Ya'ni siz Telegramda yoki Instagramga real maqsadli a'zo ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, ushbu botdan foydalanib sizlar Telegram guruhlaringizga jonli auditoriya ko'paytirsalaringiz bo'ladi. Kanallaringizga esa yaxshi, misol globalga chiqaradigan nakrutka, premium nakrutka turlaridan foydalansalaringiz bo'ladi. Bu ichidagi xizmatlar hammasi bizning sinovimizdan o'tgan eng premium xizmatlarni biz mana shu botga qo'yganmiz. Bu bot silkasini biz shu videoni tagida yoki kommentariyada ham qoldiramiz. Hozir start tugmasini bosganimizda bizda mana shu menyu ochiladi. Xizmatlar bo'limini tanlaymiz. Bu yerda ikki xil turi bor. Biz juda ham ko'p funksiyalari qo'shmaganmiz, ya'ni xizmat turlarini faqat ishlaydigan, yaxshi shu kanalingiz uchun, guruhingiz uchun effekt beradigan xizmat turlarini qo'shganmiz. Yaqinda bunga shu Telegram adresi ham qo'shiladi. Misol Telegram bo'limini tanlasanglar, 3 xil turi bor, ya'ni guruh uchun o'zbek a'zolar, premium obunachi. Bu bo'limda siz kanalingizni globalga bemalol chiqarib, mana shu xizmatdan foydalanib chiqarsangiz bo'ladi. Guruhingizni ham chiqaraverasiz va standart. Bu avtoritet uchun juda ham ko'p auditoriya kerak bo'lgan kanallarga qo'shiladigan xizmatlar. Buni birin-ketin sizlarga men tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda guruh uchun o'zbek a'zolar. Bu yerda ikki xil tarifi bor. Maqsadli guruhdan guruhga bu nima qiladi? Bu o'zlaringiz istagan guruhdan a'zolari o'zlaringiz xohlagan guruhga ko'chirib beradi. Bu yerda o'qib olsalaringiz bo'ladi. Hamma shartlari yozib qo'yilgan. Ikkinchisi o'zbek aktiv aralash. Bu hamma общий O'zbekiston guruhlaridan o'zbek a'zolari o'zingiz guruhingizga qo'shasiz. Buni botga kirib yana tushunib olsangiz bo'ladi. Ikkinchi bo'limi premium obunachi. Bu bo'limdan foydalanib sizlar bemalol Telegram kanallaringizni yoki guruhlaringizni qidiruvga chiqarsalaringiz bo'ladi. Bu yerda ko'ryapsizlar 3 tadan tarif, 2 tadan tariflar qo'yilgan. Sababi eng premium xizmatlari shu ishlaydigan, yolg'on emas, rost narsalarni tajribamizdan o'tgan xizmat turlarini joylab qo'yganmiz. Premium obunachi. Bundan biz juda ham ko'p foydalanganmiz. Mana shu eng yaxshi xizmat Telegram shu kanal guruhingizni globalga chiqarish uchun. Va bu yerda arzonroq tariflari ham bor. Bular ham Telegram shu globalga ishlaydi bemalol. Orqagani bosamiz va uchinchisi standart. Bu ham yaxshi chiqmaydigan obunachini birinchisini bossalaringiz lifetime deyapti. Bu muddatsiz Telegram o'zi kechlari tozalamaguncha bu nakrutka turlari umuman chiqib ketmaydi va kanalingizga ban, qanaqadir globaldan tushirish, shunga o'xshab zararli xususiyatlari yo'q. Sababi ba'zi bir arzon nakrutkalar sizni kanalingizga globaldan tushiradi, lekin bu yerda shularni hisobga olib eng yaxshi premium xizmatlarni qo'yganmiz va orqaga qaytish qilamiz. Hamma xizmatni shu foydalanishi biz yozib ham qo'yganmiz. O'qib bemalol oddiy foydalanuvchi ham tushunsa bo'ladi. Endigi navbatda ikkinchi bo'limni ko'radigan bo'lsangiz, bu balans bo'limi. Bu yerdan sizlar hisoblaringizni to'ldirsalaringiz bo'ladi. Hozirgi holatda shu balans to'ldirishni bosganimizda klik beymanglar. Hozir texnik ishlar bo'lyapti. Hali qo'shganimiz yo'q. Admin orqali sizlar hisoblaringizni to'ldirsalaringiz bo'ladi. Adminga yozish qilib, bu yerda men shu botimni hisobini to'ldirmoqchiman. Mana shuncha summaga desalaringiz, o'zi admin javob beradi va karta tashlab to'lov qilsalaringiz, sizlarning hisoblaringizga pulni o'tkazib beradi. Qo'llab-quvvatlash orqali ham to'ldirsalaringiz bo'ladi. Profilda sizlar o'zlaringizni holatlaringizni ko'rib tursalaringiz bo'ladi. Bu yerda ID raqamlaringizni adminga jo'natasizlar. Mana shu ID raqami sizlarning hisoblaringizga shu orqali yoki username orqali to'ldirib beradi. Buyurtmalardan sizlar buyurtmalarni kuzatib tursalaringiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, bot juda ham sodda va bu xizmatlarni juda ham ko'pchilik qidirib yuradi. Chunki biz o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib qo'yganmiz. Rostakasiniga odamlarga ishlaydigan xizmatlar. Bu xizmatlarni ko'pchilik topa olmaydi. Yolg'on, arzon, o'zlari xohlamagan xizmat turlaridan foydalanib qolishadi. Lekin sizlar xohlab turgan xizmat turlari mana shu hisoblanadi. Bemalol sizlar mana shu xizmatlardan foydalanib yaxshigina effekt olsalaringiz bo'ladi.